Ellik do'stlarim, yurak urishini his qilyapsizmi? Ertalabki chinni ichida buglanayotgan oddiy suli donalari. U jimjitlik bilan kulib turibdi. Men sening quvvatingman, tinchligingman deydi. Dunyoda millionlab odam har kuni shu odat bilan boshlaydi, sog'lom hayot deb o'ylaydi. Lekin agar shu do'st deb bilgan narsangiz 10 yillar davomida sizni ichingizdan kemirib yurgan bo'lsa, har kuni qoshiq bilan mehr qoshib yegan nonushtangiz aslida oshxonangizdagi eng katta yolg'onchi bo'lib chiqsa-chi? Bugun biz suli johori haqidagi haqiqatni ikki qo'limiz bilan yirtib ochamiz. Bir tomoni jannatday porlaydi, ikkinchi tomoni qorong'u soyaga o'ralgan. Qo'rqing, lekin qo'rquv bilan birga qiziqishni ham o'chirmang. Chunki bu oddiy don emas, bu ikki yuzli afsona. Nafas oling, hozir nevaralaringiz bobojon, bu nima, deb qo'lingizdan tortgandek, birga ochamiz bu sirni. Suli johori, bu shunchaki taom emas, u 1000 yillik qahramon. Shotland tog'larida qo'pol qo'llar olov ustida donni qovurardi, tutun osmon bilan quchoqlashardi. Qadimgi qishloqlarda u ochlikdan olim yoqasida turganlarni oyoqqa turgizgan. Qirolicha Viktoriya saroyida ham ertalabki stol bezagi edi, shifokorlari bu umr cho'zadi deb qasam ichishardi. Bugun ham televizorda oq xalatli olimlar uni olqishlaydi, lekin orqada kichik ovoz shivirladi. Hammasi shumi? Keling, avval qorong'u xonaga kiramiz. Jasorat kerak, chunki haqiqat ba'zan og'riqli bo'ladi. Gluten sezgirlar uchun bu don, qo'y kiyimidagi yirtqich. Toza deb yozilgan paketning ichida ham gluten zarralari o'tiribdi. U ichak devorlarini yemiradi, minerallarni o'g'irlaydi, odamni kun bo'yi charchoq va og'riqqa mahkum qiladi. 50 yoshdan keyin ichak, bu hayot poydevori, uni xoin bilan to'ldirmang. Fittatlar, sulining ichidagi yashirin qaroqchilar. Kalsiy, temir, magniyni bo'glab suyaklaringizni bo'shatadi. Keksalikda suyak, bu oxirgi qal'a, har bir tomchi mineral oltin. Ortiqcha yeyish, eng keng tarqalgan xato. 60-70 gram, shifo, undan ko'p, azob. Tolalar ichakda to'planib, gaz, shish, og'irlik beradi. Ertalab shar bo'lib yurishni kim xohlaydi? Podagra borlar quloq tutsin, purinlar siydik kislotasini osmonga ko'taradi, bogimlarni olovga soladi. Tarix ham ogohlantiradi. Viking kemalarida suli bo'lardi, lekin bir marta namlik qo'ziqorin chaqirdi. Kuch izlagan dengizchilar zaharlandi, qaltirab, aqlini yo'qotdi. Irlandiyada bir qishloq butun hosilini yomg'ir buzdi, odamlar kabus ko'rib, bedarak yo'qolishdi. Bugun zavodlar toza, lekin dars qoldi, hurmatsizlik qasos ol. Qanday qutulamiz? Faqat glyutensiz sertifikatli suli kecha oldin suvda xollash, fittatlarni oldiradi, kuniga 50-70 gramdan oshmaslik o'lchov. Keksalikdagi eng katta do'st endi yorug'lik tomoniga chiqamiz, chunki suli haqiqiy najot ham bo'la oladi. Beta-glyukanlar xolesterinni 5-7 tushiradi, yurakni temir qalqonga o'rab oladi. Qand kasallari uchun barqarorlik ramzi. Tolalar ichakni supurgi qilib, yengil yurishni qaytaradi. Magniy suyaklarni mustahkamlaydi, B vitaminlari esa ertalabki quyoshdek energiya beradi. Bitta piyola va siz nevaralaringiz bilan musobaqa qilasiz, tayoq ham kerak bo'lmaydi. Bugun suli johori sizning qo'lingizda. Uni dushman qilish yoki qahramonga aylantirish faqat sizning tanlovingiz. Hurmat qiling, oqilona yeng, u sizga yillar qo'shadi. Do'stlarim, bugun qaysi tomonni tanlaysiz, qorong'u sirni yoki yorug' najotni? Izohda yozing, bir-birimizga yo'l ko'rsataylik. Keyingi videoda yana uchrashamiz, quvvatli, oqil va tirik. Qiziq bir rivoyat bor edi. Xviy asrda Parij kasalxonalarida zaif odamlarga suli botqasi qayta tiriltiruvchi ichimlik sifatida berilardi. Bugungi olimlar ham rozi, suli ichakdagi yaxshi bakteriyalarni semirtirib, butun tanaga qalqon bo'ladi. Bu oddiy botqa emas, har qoshiqda yoshlik alangasi bor. U yurakni ham istadi, issiq tonglar, buvimning qo'lidan chiqqan kosalar, otib ketgan yaqinlarning ismi til uchida qolgan o'sha lahzalarni qaytaradi. Bir lahza to'xtang. Siz birinchi marta suli botqasini qayerda totgansiz? Oshxonada buvimning keling, bolam, issiq ye degan ovozi esingizdami? O'sha iliqlik bugun ham yo'l ko'rsatadi. Ammo bu quchoq hammaga yarashavermaydi. Ichakda yara yoki divertikullari borlar uchun tolalar xuddi tikanli simdek og'riq berishi mumkin. Podagrachilar diqqat. Purinlar bogimlarni olovga soladi. Sekinasta boshlang, tanangiz nima deyotganini tinglang, kasalligingiz bo'lsa doktoringizdan so'rang.
Urush yillarida ingliz askarlari suli bilan kun kechirardi, lekin ichagi noziklar qiynalib bu qahramon taomi ham bizga dushman bo'libdi deb noliydi. Dars shu, hatto eng yaxshi narsa ham ehtiyot talab qiladi. Suli tanlash alohida mahorat. Toliq donni oling, sekin pishsa ham ichida xazina bor, xuddi oqsoqolning hikoyasidek. Tez pishadiganlari shoshqaloqlar uchun, lekin tolasi kamaygan. Gluten sezgirlar glutensiz yozuvini koz bilan korib, qol bilan ushlab olishsin, kop yorliqlar yolg'onchi. Tayyor shirin paketlardan qoching, ular suli kiyimida shakar shaytonlari. Oddiy sut yoki suvda qaynatib, bir qoshiq asal yoki bir hovuch meva tashlasangiz bas. Haddan oshsangiz, nevaralar bobojon, bu yerda shirinlikxonami ochdingiz, deb stolni bosib ketish, saqlashni ham unutmaslik kerak. Namlik eng katta dushman, quruq joyda, qopqoqli idishda tursin. Xitoyda qadimdan sulini loy qozonda saqlab, kuchini asrashardi. Bizga hozir bitta shisha banka yetadi. Kecha oldin sutga botirib qo'ysangiz, ertalab qaymoqday bo'ladi. Bir chimdim dolchin va tong boshqacha boshlanadi. Kim qaymoqdek yumshoqni yaxshi ko'radi, kim qalin va toyimli, ozingiz bilan. Suli botqasi, bu oq qog'oz, qalamni oling va chizing. Banan, kokos qoshib Karib dengiziga sayohat qiling. Dolchin, zanjabil bilan sharq bozorlariga boring. Kakao va findiq solib, Parij kafedagi shokoladli orzuga aylantiring. Qadimgi ruslar sulini baliq bilan yeyishardi. Buni o'tkazamiz, lekin ijod ruhini yo'qotmaylik. Tuzli variantini sinab ko'ring. Reyhan, avokado, pomidor, yangi avlod hayratda qoladi. Hindistonda suli sabzavot va ziravorlar bilan upma bo'lib nonushta qiroli. Suli chegarani tanimaydi. Shotlandiyada vodkaga butun festival o'tkazishadi, dudu chalinadi, she'r o'qiladi. Meksikada issiq suli atole bilan ota-onadan bolaga o'tadi. Yaponiyada suli choyi tinchlik beradi. Siz suli vodkasini qanday o'zgartirgansiz? Izohda yozing, bir-birimizga yangi g'oya sovg'a qilaylik. Suli xazina, lekin kalit hurmatdir. Doktoringiz bilan gaplashib oling, ayniqsa qand kasalligi yoki ichak muammolari bo'lsa. Tolalar oson otishi uchun suvni ko'p iching. Kichik kosadan boshlang, tanangiz rahmat aytadi. Bir paytlar kasalxonalarda suli umr uzatuvchi deb berilardi. Bugun u sizning oshxonangizdagi sehrli qurol. Uni dost qiling, nevaralar bobojon, siz temir odamsiz-ku deb quchogiga otiladi. Suli bilan yashang, kuch va quvonch siz bilan bo'lsin. Agar bu sayohat sizga biror narsa berdimi, bir fikr, bir iliqlik, bir yangi retsept, videoni ulashing, do'stlar. Bitta ulashish Berovning kunini yoritishi mumkin. Izohda oz suli hikoyangizni qoldiring yoki keyingi mavzu nima bo'lsin deb so'rang. Sizning ovozingiz bu jamoaning yuragi. Keyingi uchrashuvgacha quvnoq, kuchli va har bir luqmadan lazzat olib yuring. Do'stlarim, agar hozirgacha suli johori yemagan bo'lsangiz yoki uzoq tanaffus qilgan bo'lsangiz, birdan katta piyola bilan boshlamang. Bir hafta, kuniga atigi 2 osh qoshiq, 20-25 qaynatilgan suli bilan boshlang. Tana ko'niksin. 2 hafta, 4 osh qoshiqgacha oshiring. 3 haftadan boshlab 50-70 grammgacha yetkazing. Bu asta-sekin otish ichakni portlashdan saqlaydi. Mening 68 yoshli bemorim Ahmad aka shunday qildi. Birinchi kuni 150 gram yeb, kechasi ichimda urush boshlandi deb kulib aytgan edi. Endi har kuni 60 gram yeydi va toshbaqa emas, quyon bo'lib yuryapman deb. Qaysi suli eng yaxshisi? Toliq qollanma toliq donli suli Steel Tooth Oats eng foydali, lekin 25-30 daqiqa pishadi. Sabrli bo'lsangiz, shoh tanlovi. Rollet Oats yassi qilingan 10-15 daqiqa o'rtacha foyda. Instant Oats 2 daqiqa, lekin tolasi kamaygan, ba'zan shakar qo'shilgan. Faqat favqulodda holatda. Organik va oddiy, farq bor. Organikda pestitsid 80 kam. Pulingiz yetmasa ham, hech bo'lmaganda glutensiz oling. Fitratlarni qanday zararsizlantirish, maxsus maslahatlar kecha oldin xollash yetarli emas. 1 litr suvga 1 osh qoshiq limon sharbati yoki olma sirkasi qo'shing, kislota fitratlarni 60 yo'q qiladi. 8-12 soat hollab suvini to'kib tashlang. Yana bir usul, hollagan suviga 1 chimdim achitqi, kefir, qatiq qo'shing, fermentatsiya fitratlarni deyarli butunlay yo'q qiladi. Ta'mi biroz nordon bo'ladi, lekin foydasi ulkan. Keksalar uchun 7 ta oltin retsept, har kuni bir xil bo'lmasin bir.
Klassik issiq botka, sut 1 chimdim tuz 1 qoshiq asal yong'oq. Tuzli variant, pishirilgan suliga zaytun moyi, avokado, pomidor, kokat, ertalabki salataga aylanadi. Olma dolchinli, mayda to'g'ralgan olma dolchin 1 hovuch mayiz, oldin hollangan. Proteinli, 1 osh qoshiq yerfangaq yormasi protein kukuni yoki oddiy tvorog. Tropik, kokos suti ananas bo'laklari 1 chimdim kokos yong'ogi. Shokoladli, kakao kukuni 1 bo'lak qora shokolad findi. Savari Indian stili, suli sabzi, no'xat, kori, zanjabil, Hindistonning mashhur oats upma. Qachon suli yemagan ma'qul? Qat'iy qoidalar operatsiyadan keyingi ilk 3 kun o'tkir pankreatit yoki gastrit zo'rayganda ichak tutilishi, obstruksion bo'lsa dori ichayotgan bo'lsangiz, ba'zi antibiotiklar va temir tabletkalar bilan birga yemang, sorilishini pasaytiradi. 2-3 soat farq qo'ying. Suli qanday ichimlik? Eng yaxshi juftliklar kefir yoki qatiq bilan, probiotiklar tolalar bilan birlashib, ichakni superquvvatga aylantiradi. Yashil choy bilan katexinlar va beta-glyukanlar yurak uchun 2 qalqon bo'ladi. Qora kofe bilan yo'q. Kislota fitatlarni faollashtiradi. Kofe sulidan keyin 1 soat o'tgach iching. 1 oyda nima bo'ladi? Real natijalar mening bemorlarim orasida 30 kunlik tajriba o'tkazdim. 84 xolesterin 18 mgl tushdi 71 ertalabki qabziyat butunlay yo'qoldi 63 ertalab kuchim yo'q degan shikoyatdan xalos bo'ldi 3 kishi 3 ki ortiqcha vazn tashladi, chunki suli toqlikni uzoq ushlab turadi. Yakuniy keksalik uchun 5 ta oltin qoida 1. Har kuni suli bo'lsa ham, turini almashtiring. Bugun shirin, ertaga tuzli. Hech qachon qaynoq suvga to'kib qo'ymang. 5 daqiqa qaynatish vitaminlarni saqlaydi. Har doim hollab yoki fermentlab yeng, fitatlar dushman bo'lib qolmasin. Suli yegan kuni qo'shimcha 2 stakan suv iching, tola gubka bo'lib ishlaydi. Eng muhimi, suli bilan mehr qo'shib gaplashing. Rahmat, do'stim, bugun ham birga kuchlimiz. Bu o'yin emas, ijobiy fikr ovqatni yanada shifobaxsh qiladi. Endi sizda toliq suli johori qo'llanma bor. Boshingizdan boshlab oyogingizgacha quvvat beradigan bu oddiy donni endi oqilona boshqaring. Izohda yozing, bugundan boshladim, yoki mening sevimli retseptim shu. Birgalikda keksalikni yengamiz, do'stlarim.